Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Nikoh hech kim tushunmagan qaror. Jamshid kambag'al edi. Bu so'z uning hayotini eng aniq ifodalardi. U viloyatdan kelgan talaba eski yotoqxonada yashardi. Kuniga 2 mahal ovqat topsa, o'zini omadli hisoblar, topmasa jim yurardi. Otasi yo'q, onasi kasal, uyda qarz ko'p. U o'qirdi, ishlardi, lekin baribir yetmasdi. Uning hayotida orzu ko'p emasdi. O'qishni tugatsam, onamni davolatib olsam, qarzni yopib odamga o'xshab yashasam. Shu. Lekin taqdir uni hech kim kutmagan joyga olib bordi. Bu taklif kutilmaganda keldi. Universitet yaqinidagi eski uylardan birida farroshlik qiladigan ayol bor edi. Uni hamma xola deb chaqirardi. Bir kuni u Jamshidni to'xtatdi. "Bolam, sen aqlli ko'rinasan", dedi u past ovozda. "Pulga muhtojmisan?" Jamshid kulimsiradi. Hozir pulga muhtoj bo'lmagan odam bormi? Xola atrofga qaradi, so'ng sekin dedi. "Bir ish bor. Lekin hamma ham bunga jur'at qilmaydi." Jamshid avvaliga ahamiyat bermadi. Lekin keyin aytilgan gap uni karaxt qilib qo'ydi. 95 yoshli ayol turmushga chiqmoqchi. Jamshid kulib yubordi. "Xola, hazillashmang." "Hazil emas", dedi ayol jiddiy. Ayol boy. Juda boy. Unga faqat nikoh kerak. Qolganini so'rashma. Jamshid jim qoldi. U uyga qaytgach uxlay olmadi. 95 yosh. Bu yosh, bu hayotning oxiri. Bu nikoh emas, bu tushunarsiz narsa edi. Lekin pul haqida aytilgan so'zlar quloqidan ketmasdi. U ertasi kuni ayolni ko'rdi. U oq sochli, juda qari, lekin ko'zlari tirik edi. O'sha ko'zlar Jamshidni bezovta qildi. U ko'p narsani ko'rgandek qarardi. Go'yo Jamshidni emas, uning ichini ko'rayotgandek. "Sen rozimisan?" deb so'radi ayol sokin ovozda. Jamshid yutindi. "Nega aynan men?" Ayol jilmaydi. "Chunki sen kambag'alsan va hali buzilmagansan." Bu javob Jamshidni qo'rqitdi. Nikoh juda jim o'tdi. Hech qanday to'y yo'q. Hech qanday qarindosh yo'q. 2 guvoh. Qog'ozlar. Imzo. Jamshid qog'ozga qo'l qo'yar ekan, ichida nimadir sinib ketgandek bo'ldi. U o'ziga o'zi dedi. Bu vaqtinchalik. Bir necha oy. Balki kamroq. Ayol esa sokin edi. U imzo qo'ygach Jamshidga qarab dedi. "Endi sen mening erimsan. Lekin esingda bo'lsin, bu uyda hamma savolga javob bo'lmaydi." Uy juda katta edi. Jim. Juda jim. Xizmatkorlar bor edi, lekin ular ko'p gapirmasdi. Jamshidga alohida xona berildi. Ayol bilan bir xonada uxlash yo'q edi. "Hozircha", dedi ayol. Birinchi kun tinch o'tdi. Ikkinchi kun ham. Uchinchi kuni Jamshid galati narsani sezdi. Uyda soat yo'q edi. Devorlarda ham, xonalarda ham. Telefonida vaqt bor edi, lekin u ishlamay qoldi. Internet yo'q. Aloqa cheklangan. "Bu nima?" deb so'radi u. "Bu yerda vaqt shoshilmaydi", dedi ayol. 4-chi kuni u kechasi ovoz eshitdi. Pastdan. Yerto'ladan. 5-chi kuni u xonalar orasida ochilmaydigan eshikni payqadi. 6-chi kuni u xizmatkorlardan biri unga sekin dedi. "Agar imkon bo'lsa 7-chi kundan oldin ket." Jamshid kulib yubordi, lekin ichida sovuq yugurdi. "Nega?" Xizmatkor javob bermadi. 7-chi kuni tongda ayol Jamshidni chaqirdi. "Bugun sen haqiqatni bilasan", dedi u, "lekin bilib qo'y, bilganingdan keyin sen eski Jamshid bo'lib qolmaysan." Jamshid yuragi tez urib o'rnidan turdi. U hali bilmasdi, bu uyga kirish eng katta xatosi emasligini. Eng dahshatlisi hali oldinda edi. Yerto'ladan kelgan hid. 7-chi Jamshid. Nonushta jim o'tdi. 95 yoshli ayol stol boshida o'tirar, choyni sekin ichar, Jamshidga esa kam qarardi. U jimlikni buzdi.
Kecha kechasi yerto'ladan tovush eshitdim. Ayol qoshlari bilan ham reaksiya bermadi. Bu uy eski, dedi u xotirjam. Eski uylar har doim gapiradi. Lekin Jamshid davom etmoqchi bo'ldi. Savollarni keyin berasan, dedi ayol. Bugun pastga tushamiz. Jamshidning yuragi siqilib ketdi. Yerto'la eshigi og'ir edi. Uni ochish uchun ayol kalit chiqardi. Juda eski, qalin kalit. Eshik ochilganda sovuq havo urildi. Nam, chirigan hid burniga urildi. Zinapoyalar pastga olib tushardi. Yorug'lik kam edi. Ayol oldinda, Jamshid ortda tushdi. Bu yer nima? So'radi Jamshid. Xotiralar joyi, dedi ayol. Yerto'la keng edi. Devorda eski rasmlar osig'liq. Suratlarda turli yoshdagi erkaklar bor edi. Ba'zilari yosh, ba'zilari o'rta yoshda. Hammasining qarashlari bir xil edi, hayrat va qo'rquv. Jamshid to'xtab qoldi. Bu kimlar? Ayol javob bermadi. U to'g'ri oxirgi devorga bordi va shamni yoqdi. Yorug'likda bir narsa ko'rindi, nikoh guvohnomalari. Ko'p. Juda ko'p. Jamshid yuragini ushladi. Bular barchasi sizniki. Ayol nihoyat unga qaradi. Ha. Ular qayerda? Ayol jilmaydi. Juda sovuq jilmayish edi. Ular ketishdi. Qanday ketishdi? Har biri o'z vaqtida. Jamshidning boshi aylanib ketdi. Men nechanchi bo'ldim? Ayol javob bermadi. Faqat barmog'i bilan bitta suratni ko'rsatdi. Sen ularga o'xshaysan, dedi u eng ko'p. Jamshid yerto'ladan yuqoriga zo'r. Uning tanlov edi. Kimningdir tanlovi. Xizmatkor ayol unga suv uzatdi. Siz hali ketishingiz mumkin, dedi u sekin. Lekin bugun kechga qadar. Agar ketmasamchi? Xizmatkor kozini olib qochdi. Unda siz ham rasm bo'lib qolasiz. Kech tushdi. Ayol Jamshidni xonasiga chaqirdi. Bugun sen bir qaror qabul qilasan, dedi u, men olaman. Yoki sen yo'qolasan. Jamshid titrab ketdi. Bu qanday gap? Mening umr qarzga olingan, dedi ayol sokin. Va har nikoh bu qarzni uzaytiradi. Jamshid o'z quloqlariga ishonmadi. Siz meni ishlatyapsizmi? Ayol unga yaqinlashdi. Yo'q, bolam, dedi u pichirlab. Sen meni tirik tutyapsan. Shu payt chiroqlar ochdi. Va yerto'ladan yana o'sha tovush eshitildi. Bu safar yaqinroq edi. Umr bilan savdo. Chiroqlar ochganida uy butunlay jim bo'lib qoldi. Jamshid o'rnidan qimirlay olmadi. Qorong'ulik ichida nafasini eshitardi. Yuragi shu qadar baland urardiki, ayol eshitib qoladigandek tuyuldi. Bir necha soniya o'tdi, balki bir necha daqiqa, vaqtni sezish yo'qolgan edi. Keyin chiroqlar yana yondi. Ayol o'sha joyda turardi. Go'yo hech narsa bo'lmagandek. Qo'rqma, dedi u sokin. Bu uy seni hali qabul qilmadi, xolos. Qabul qilmadi. Jamshid ovozini zo'rga chiqardi. Bu nima degani? Ayol sekin yurib deraza yoniga bordi. Men yoshligimda oddiy ayol edim, dedi u, urushdan keyingi yillar. Ochlik, yetishmovchilik. Olish juda yaqin edi. Shunda men tanlov qildim. Jamshid sukutda tinglardi. Menga umr taklif qilishdi, davom etdi ayol. Lekin har bir umr qarz bilan keladi. Men qarzni nikoh orqali to'layman. Har bir vaqt. Har bir imzo yana bir necha yil. Jamshid orqaga chekindi. Demak, ular olishganmi? Yo'q, dedi ayol. Ular asta-sekin yo'qolishgan. Ularning hayoti mendan keyin qolmagan. Jamshid ko'z oldiga yerto'ladagi suratlarni keltirdi. Endi u tushundi, ularning qarashida faqat qo'rquv emas, pushaymon ham bor edi. Men qochaman, dedi Jamshid qat'iy. Ayol kulimsiradi. Har biri shunday degan. Jamshid xonasiga qaytdi. U darhol sumkasini yigdi. Hujjatlar, telefon, ozgina pul. Eshik tomon yurdi, eshik yopiq edi.
Qulf yo'q, lekin ochilmasdi. Deraza ham. Telefon ishlamasdi. U xizmatkorni qidirdi. Hech kim yo'q edi. Uy bo'shab qolgandek. Soat yo'q. Vaqt yo'q. Faqat yurak urishi. Jamshid yerto'laga yana tushdi. U yerda sovuq kuchliroq edi. Devordagi suratlar go'yo unga qarab turgandek edi. U nikoh guvohnomalarini sanadi. U on 3 edi. Shu payt u bitta qog'ozni ko'rdi. Boshqalardan farqli edi. Unda kichkina yozuv bor edi. Agar 7-kun tugasa va qo'lsa, qarz uziladi. Jamshid titrab ketdi. Demak, kimdir tirik qolgan. U orqasidan ovoz eshitdi. Ha, dedi ayol. Lekin u endi odam emas. Jamshid orqasiga o'girildi. Ayolning yuzi o'zgargan edi. U qari emasdek tuyulardi. Ko'zlari yorqin, ovozi chuqur edi. Bugun tanlov kuni, dedi u, agar tonggacha bu uy seni qabul qilsa, men ozod bo'laman. Agar qabul qilmasa-chi? Ayol unga yaqinlashdi. Unda men nihoyat olaman. Va sen erkin bo'lasan. Jamshid tushundi, bu nikoh faqat pul yoki qo'rquv emas edi. Bu umr bilan savdo edi. Va savdoning oxiri yaqin edi. Uy tanlaganlar. Tunda uy o'zgardi. Jamshid buni darhol sezdi. Devorlar sovuqroq bo'ldi, havo o'girlashdi. Go'yo uy nafas olayotgandek edi. Qadam tashlagan sari pol sekin gichirlardi, lekin bu oddiy tovush emasdi, bu ogohlantirishga o'xshardi. Ayol aytgan gap qulog'ida jaranglab turardi. Agar uy seni qabul qilsa, men ozod bo'laman. Qabul qilsa nimani qabul qiladi? Deb pichirladi Jamshid. Javob kechikmadi. U yerto'ladan chiqayotganida devordagi suratlar o'zgarganini ko'rdi. Endi ular har safar qaraganida boshqacha ko'rinardi. Ba'zilarining ko'zlari ochiqroq, ba'zilariniki esa butunlay qorong'i edi. Eng oxirgi surat ostida yozuv paydo bo'lgan edi. Qolgan. Jamshid titrab ketdi. U suratga yaqinlashdi. Erkak yosh emas edi. Ko'zlarida hayot yo'q, lekin olim ham yo'q edi. Go'yo u vaqt ichida qamalib qolgandek. Bu kim? Dedi Jamshid ovozi chiqmay. Birinchi, dedi ayol orqasidan. U ketmadi. U tanlandi. Jamshid orqasiga o'girildi. U qayerda? Ayol jim turdi. So'ngra polga qaradi. Uyda. Shu payt yuqoridan og'ir qadam tovushlari eshitildi. Jamshid yuragi orqasiga tortilgandek bo'ldi. Qadamlar sekin, lekin qat'iy edi. Bir odamga o'xshardi, lekin odamga o'xshamagan holda yurardi. Bu umi? Deb so'radi Jamshid. Endi u ismga muhtoj emas, dedi ayol. U uyning bir qismi. Qadamlar yaqinlashdi. Jamshid orqaga chekindi, lekin devor yopildi. Ha, devor. U sekin surilib, yo'lni to'sdi. Bu uy endi yashirmasdi, u tirik edi. Qochishning foydasi yo'q, dedi ayol. Har bir oxir-oqibat tanlovga keladi. Men tanlamayman. Baqirdi Jamshid. Ayol unga tikildi. Tanlamaslik ham tanlov. Qadam tovushlari to'xtadi. Zinadan pastga bir soy tushdi. Uzun. Notekis. Inson gavdasiga o'xshardi, lekin haddan tashqari sokin edi. Jamshid uning yuzini ko'rmadi, faqat sovuqni his qildi. U nimani qiladi? Deb so'radi Jamshid. Agar uy seni qabul qilsa, dedi ayol, u sening vaqtingni oladi. Sekin. Og'riqsiz. Sen yo'qolmaysan, lekin yashamaysan ham. Jamshid ko'zlarini yumdi. Agar qabul qilmasa-chi? Ayol birinchi marta ikkilandi. Unda hammasi tugaydi. Shu payt devor yana ochildi. Qadam tovushlari chetga ketdi. Jamshid tushundi, uy uni sinayapti. U qayerga borsa ham nimanidir yo'qotardi. Bolaligidagi xotiralar kelib ketdi. Onasining ovozi. Talabalik yillari. Hammasi xira bo'lib borardi. Yo'q, dedi u tishlarini qisib. Men buni bermayman. U yugurdi.
Qayerga bilmasdi. Zinalar, eshiklar, xonalar almashdi. Oxiri u katta oynali xonaga chiqdi. Oyna ichida o'zi turardi. Lekin qarigan holda. Agar qolsang shunaqa bo'lasan, dedi ayol orqasidan. Vaqtsiz. Umrsiz. Jamshid orqasiga o'girildi. Sizchi? Siz qachon to'xtaysiz? Ayolning ko'zlari to'ldi. Bugun. Faqat bugun. Tong yaqinlashardi. Uy jim bo'lib qoldi. So'nggi sinov yaqin edi. Jamshid tushundi, bu uy jasoratni emas, niyatni sinardi. Va uning javobi hali aytilmagan edi. Tanlov narxi. Tong yorishiga. Uy jim edi. Juda jim. Go'yo u ham kutayotgandek. Jamshid oynadan tashqariga qaradi. Osmon oqarib borardi, lekin quyosh hali chiqmagan. Vaqt nihoyasiga yetayotganini u yuragi bilan sezardi. Ayol kresloda o'tirardi. U charchagan, juda charchagan ko'rinardi. 95 yosh emas, balki undan ham ko'proq umrni ko'tarib yurgandek edi. Nega aynan biz? Dedi Jamshid nihoyat. Nega boylar emas, kuchlilar emas? Ayol ko'zlarini yumdi. Chunki boylar savdolashadi, dedi u sekin. Kuchlilar qarshi chiqadi. Kambag'allar esa umid bilan keladi. Jamshid tushundi. Siz bizning umidimizni sotib olgansiz. Ayol bosh irgadi. Men tirik qolish uchun shunday qildim. Avvaliga 1 yil. Keyin yana. So'ngra to'xtay olmadim. Siz qo'rqasiz, dedi Jamshid. Olishdan. Ayol kulimsiradi, lekin ko'zlarida yosh bor edi. Yo'q. Men olishdan emas, yolg'iz olishdan qo'rqaman. Bu so'zlar Jamshidni larzaga soldi. Demak, men ham yolg'izligingiz uchun vositaman. Yo'q, dedi ayol. Sen oxirgisan. Jamshid jim qoldi. Nega? So'radi u. Ayol qo'lini yuragiga qo'ydi. Chunki uy seni qabul qilmadi. Sen ichingdagi narsani bermading. Jamshid esladi xotiralarini, orzularini, onasini. U ularni bermadi. Demak, men tirik qolaman, dedi u. Agar men ketishga rozi bo'lsam, dedi ayol. Jamshid unga qaradi. Bu sizning tanlovingiz. Ayol o'rnidan turdi. Qiyinchilik bilan, lekin tik. Men juda uzoq yashadim, dedi u, juda ko'p umr oldim. Endi yetar. Uy sekin xirillagandek bo'ldi. Devorlar qimirlamadi, lekin havo yengillashdi. Agar men ketsam, dedi ayol, uy ham to'xtaydi. Jamshid yuragini ushladi. Unda boshqalarchi? Avvalgilar. Ayol ko'zini olib qochdi. Ularni qaytarib bo'lmaydi. Lekin sen yashaysan. Quyosh chiqdi. Birinchi nurlar oynaga urildi. Shu payt ayol sekin o'tirib qoldi. Nafasi sekinlashdi. Yuzida qo'rquv yo'q edi. Faqat charchoq va yengillik. Uy jim bo'lib qoldi. Haqiqiy jimlik. Jamshid yugurib chiqdi. Eshik ochildi. Telefon ishladi. Ko'cha shovqini qaytdi. Dunyo yana oddiy edi. U ortiga qaradi. Uy eski, oddiy uy edi. Hech qanday tiriklik alomati yo'q. Jamshid chuqur nafas oldi. Lekin u bilardi, hammasi tugamagan. Chunki har bir tanlov ortida iz qoladi. Haqiqatdan keyingi hayot final. Jamshid uy eshigidan chiqqan paytda havo unga ilk bor yengil tuyuldi. Go'yo u uzoq vaqt suv ostida nafasini ushlab turganu, endigina yuzaga chiqqandek edi. Qo'llari titrardi, lekin qo'rquvdan emas, ozodlikdan. U uy tomonga qayrilib qaramadi. Chunki qarasa, yana ichkariga qaytib kirib ketishdan qo'rqardi. Shahar odatdagidek yashar edi. Odamlar ishga shoshardi, mashinalar signal chalardi, talabalar kulardi. Hech kim bilmasdi, bir necha soat oldin eski bir uyda o'nlab yillik qarz uzilganini. Jamshid bankka bordi. Hisobiga katta summa tushgan edi. Ayol va'da qilgan pul. Juda katta pul. Bu pul bilan u onasini davolatishi, o'qishni tugatishi, yangi hayot boshlashi mumkin edi.
Lekin u kartaga uzoq qarab turdi. Endi bu pul unga og'ir tuyulardi. Chunki u bilardi, bu pul umr evaziga berilgan edi. Keyingi kunlarda Jamshidni hech kim so'ramadi. Hech kim 95 yoshli ayol qayerga ketdi deb so'ramadi. Hujjatlarda u tabiiy olim deb qayd etildi. Uy esa bir necha oy o'tgach boshqa odamlarga sotildi. Yangi egalari u yerda hech qanday g'alati holatni sezishmadi. Faqat ba'zan tunda devorlar juda sekin nafas olayotgandek tuyulardi. Jamshid esa hayotini davom ettirdi. U o'qishni tugatdi. Ish topdi. Onasini davolatdi. Odamlar orasiga qaytdi. Tashqaridan qaraganda hammasi joyida edi. Lekin ichida nimadir o'zgargan edi. U vaqtni boshqacha his qila boshladi. Soatga kam qaraydigan bo'ldi. Kech qolishdan qo'rqmay qo'ydi. Har bir kunni hadya deb qabul qila boshladi. Ba'zan tush ko'rardi. Uy, zinapoyalar, yer to'la, devordagi suratlar. Birinchi qolgan odam. Inson bo'lib qolmagan inson. Har safar shu tushdan uyg'onib ketardi. Oradan yillar o'tdi. Jamshid oila qurdi. Farzandli bo'ldi. U hech qachon o'sha uy haqida gapirmadi. Lekin bir kuni o'g'li undan so'radi. Dada, nega ba'zan kechalari jim o'tirib qolasan? Jamshid o'g'lining boshini siladi. Chunki ba'zi haqiqatlarni unutmaslik kerak, dedi u. Qanday haqiqatlarni? Jamshid derazadan tashqariga qaradi. Hayot bepul berilmaydi, dedi u sekin. Lekin agar tanlov bo'lsa odam yuragini sotmasligi kerak. O'g'li tushunmadi. Balki hech qachon tushunmas ham. Va shunday bo'lgani yaxshi edi. Chunki bu hikoya bolalar uchun emas edi.